Assalomu alaykum mo'min musulmon namozxon birodarlar. Allahumma ahlilhu alayna bil yumni wal iman was salamati wal islam. Hoji aka, To'lqinboy hoji aka ajoyib odamda. Yaxshi inson. Haqiqatdan yaxshi inson edi. Oramizdan yo'qolib qoldi. Mana shu ishlarini mana ukalarimiz bor ekani yana davom ettiryapmiz. Juda yaxshi ishni qoldirib ketdi-da. Inshaalloh mana shu ishlarni biz davom ettirar ekanmiz, albatta hoji akamga savob tegadi. Inshaalloh. Yosh katta bo'lishiga qaramasdan yoshlarga ibrat bo'lib ketdi. Ibrat bo'lib ketdi. Bugun yoshlar ko'rib, nahotki biz shu oqsoqoldaqa bo'la olmaymiz degan gaplarni ko'p gapirishgan. 2019 ochilganda bu yoq 2018 bizga ochilgan bo'lsa telefon qilgan. Telefon qilib biz ham mahallada qilaylik shunaqa narsani. Keling, bizga yordam bering degan hoji aka. Faqat 2019 qishtamida Alloh alam ochganmiz. Mana oqsoqollar, masjid imomlari kelib duo, xayrlar qilib bergan mayerda. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Hamisha bir rahmatga arhamar rohimin Alloh. To'lqinboy hoji akamiz olamdan o'tdi. Lekin mana olamdan o'tishligi bilan bu narsalar qolib qolmaydi ekan. Barchalarimizni qilayotgan duolarimizni o'zi mustajob qilgan bo'lsin. Xususan mana shu bugungi mana xayriya fondi orqali tarqatilishlikka tayyorlanib turilgan bu ehsonlarga o'zlarini moliyaviy tomonlama hissalarini qo'shgan birodarlarimiz bor. Mana shu ishlarga dalolat qilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xayram xayr, dalolatam xayr deb marhamat qildi. Ya'ni shu ishga kim qancha hissasini qo'shgan bo'lsa, shuni dalolat qilib, shuni ishni qilaylik, shunga yordam beringlar, shunga hissanglarni qo'shinglar deb dalolat qilib turgan odam ham ana shu ehsonni mislishalik savob oladi dedi. Haq subhanahu va taolo duolarimizni, bu oyda qilinadigan duolarimizni, ibodatlarimizni Alloh taolo o'zi husna qabul qilgan bo'lsin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Qabul qilgan bo'lsin. Bardığınızlarda şu Ramazan aylarında şu bergen soğuplarınız bardığınızga şu berekesin berip şu ihsandar öz şu adamların koluna teyip bayağı kiçine olsa dağı göngülleri kötörülüp bir şatlıkta жүрüşünde tilekteşmin. Allahümme ehlilhu aleyna bil yumni vel iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله فرادگارا bu birodarlarimizni qilgan ehsonlardan yodosini qabul qilgan bo'lsin. والسلامة والإسلام. Savzi, bir latuvdan tuxum bo'ldi, mana 1 kilodan go'sht, shakar, grechka, 2 xil guruch, hamma bor inshaalloh. Bitta kichkina xonadon uchun inshaalloh mana shu 1 oy Ramazonda bekani ko'z tutadi inshaalloh. Xudoimiz hozir tashqarida ham odamlar kelishgan, inshaalloh hozir tarqatishni boshlaymiz. Undan tashqari mana kelolmaydiganlar bor ekan. Ya'ni nogironlar bor ekan, ularni hozir uyga yetkazib beramiz inshaalloh. والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان. والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. 2019 والسلامة والإسلام
والتوفيق لما تحب وترضى. ربي وربك الله.